Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərini görüşünlərini qarşılamız. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibidəki ən mühim xəbərlərini huzurunuzda sunumuz. Qənəmsiz diqqətinizlər ekranımızda olsun. Xitay Uyğurlarının Suriya armiyasiga qo'shilishiga inkos qaytardi. 6 iyun Birleşken Devletler Teşkilatı'da Suriye meselesi hakkında uçuk yığını ötküzülgen bulup, Xitayning muavin vakili Geng Shuang Suriyadagi Uyg'urlar haqida ifade bildirdi. Suriyadagi ximiyalik qurollar haqida ötküzülgen mazkur yig'inda Xitay vakili xalqaroning ximiyalik qurollarni cheklash ahdinomasini qo'llaydiganligini da'vo qildi va bu fursatdan foydalanib Suriyadagi Uyg'urlarga qora chaplashga urindi. Geng Shuang so'zida biz yaqinqi kunlarda Suriyadagi chet el terrorchi unsurlarining Suriya hukumat armiyasiga kirgizilganligi to'g'risidagi xabarlarga diqqat qilyapmiz. Biz Suriya vaqtliq hukumatining terrorlikqa qarshi turish majburiyatini ado qilishini va barliq tadbirlarni qo'llanib Sharq Turkiston islom harakatini o'z ichiga olgan BDT xavfsizlik kengashining tizimligiga kirgizilgan barliq terrorlik tashkilotlari va shaxslarga zarba berib, xatarlik ximiyalik moddalar va ximiyalik qurollarning terrorchilarning qo'liga tushib ketishining oldini olishini talab qilamiz, deb jar soldi. Suriyaning mudofaa amaldorlari yaqinda yangi hukumatning asosligi Uyg'urlar bo'lgan taxminan 3500 chet ellik jangchini yangidan tashkillangan 84-diviziyaga qo'shib dalillagan edi. Ilgari buningga qarshi chiqqan Amerika hukumati maydonini o'zgartgan bo'lib, Amerikaning yangidan tayinlangan Suriya vakili Thomas Barak chet ellik jangchilarni davlat sistemasining ichida qoldirishning chiqarib o'tishdan afzal ekanligini, Amerikaning buni qo'llaydiganligini, ammo ijro qilish jarayonining ochiq-oshkora bo'lishi kerakligini ta'kidlagan edi. Trump Amerika bilan Xitoyning Londonda savdo suhbati boshlaydiganligini e'lon qildi. Amerika prezidenti Donald Trump Amerika hukumatining 3 oliy amaldorining 9-iyun Londonda Xitoy vakillari o'miki bilan ko'rishadiganligini va Amerika-Xitoy savdo kelishimini muzokara qiladiganligini bildirdi. Reuters agentligining bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, Trump tunugun o'zining ijtimoiy taratquv hisobida uchur ham bahirlab, Amerika Moliya ministri Scott Bessent, savdo ministri Howard Lutnick va savdo vakili Jameson Gerarddan tarkib topgan Amerika vakillari o'mikining suhbatga qatnashadiganligini e'lon qilgan. Trump yana suhbatning nihoyatda o'ngishli olib berilishidan umid bor degan. Bildirilishicha, Trump 5-iyun Xi Jinping bilan telefonda suhbatlashib, ikki taraf o'rtasidagi savdo masalasidagi ziddiyatni pasaytirishga tirishgan. Telefon suhbati 1,5 soat davomlashgan bo'lib, Xitoyning tashviqot organlari bu vaqtdagi xabarida Xi Jinping Trumpning telefonini qabul qildi degan iborani ishlatib, Amerikaning passiv o'rinda ekanligidek uchur berishga urindi. Amerika bilan Xitoyning vakillari o'miki 12 may suhbat o'tkazib, 90 kunlik savdo sulhi kelishimi hosil qilgan edi va ko'p qism mahsulotlarga tamojna bejini teng nisbatda to'vallatgan edi. Amerika Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining 4 sudchisiga embargo yurgizdi. Washington Netanyahu ustidan chiqarilgan tutish buyrug'i va Amerikaning Afg'onistondagi harakatlarini tekshirishi sababidan Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi sudchilarining Amerikaga kirishini chekladi va mol-mulklarni to'g'nitib qo'ydi. Turkiya Ovozi radiosining xabarida bildirilishicha, Amerika Isroiliya bosh ministri Benyamin Netanyahu ustidan tutish buyrug'i chiqargan Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining 4 sudchisiga embargo yurgizib, huquqini ishlatilmaydigan qilib qo'yish uchun mahkamaga qaratgan besimlarini kuchaytirgan. Amerika tashqi ishlar ministri Marco Rubio bayonot e'lon qilib, Amerika bizning egilik huquqimizni, Isroiliyaning egilik huquqini va Amerikaning boshqa ittifoqdoshlarini Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining qonunsiz qilmishlaridan qo'g'dash uchun zarur deb qaragan har qanday qadamni bosadi degan. Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi bo'lsa, Rubioga darhol javob qaytarib, bu tadbirlar dunyoning har qaysi joylaridagi 125 a'zo davlatning egilik huquqiga asosan faoliyat olib berayotgan xalqaro bir sud mahkamasining mustaqilligiga ziyon yetkazish nishon qilingan ochiq-oshkora bir tashabbusdir degan. Inson haqlarini ko'zitish tashkiloti boshqa davlatlarni buningga texmi qattiq norozilik bildirishga, Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining mustaqil organ ekanligini yana bir qatim qo'llashga chaqirgan. Ma'lum bo'lishicha, embargo yurgizilgan sudchilardan ikkisi o'tgan yili 11-oyda Netanyahu ustidan tutish buyrug'i chiqarilgan sud bosqichlariga qatnashgan.
Qolgan ikkisi bo'lsa Amerika qismlarining Afg'oniston urushi jarayonida urush jinoyati sodir qilganligi to'g'risidagi ayblashlarni tekshirishga ruxsat qilgan sud mahkamasining a'zolari ekan. Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi Netanyahu va sobiq Isroiliya davlat mudofaa ministri Yoav Gallantni G'azzadagi irqiy qirg'inchilikda urush tadbirlari sifatida och qoldirish jinoyatini o'z ichiga olgan jinoiy harakatlarning javobgarlari deb hukm chiqargan edi. Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining sudchilari yana 2023-yili urush jarayonida Ukrainalik bolalarni ko'plab elib ketish bilan ayblab, Rossiya prezidenti Vladimir Putin ustidan tutish buyrug'i chiqargan edi. Hürmetli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushu yerda oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum.